Mana yana menga savol berishgan. Bu linzalarni qancha taqib yurish kerak bardavomligi? Ko'zoynaklarga o'rganib qolganda bunga o'rganib qolib bo'lmaydimi degan savol kelgan. Azizlar, bir narsani aniq tushunib olishimiz kerakki, ko'zoynak to'g'ri ko'rishga yordam beradi, lekin u davolamaydi. Aynan miopiyani, blizarukasni o'sishini ham to'xtatmaydi. U faqat ko'rishga yordam beradi. Tungi linzalar esa nafaqat uni 100% kuni bo'yi o'sha ko'zoynaksiz, linzalarsiz ko'rib 100% ko'rib yurishni ta'minlab beradi. Ya'ni bolani hayot tarzi juda ham o'zgaradi. U maza qilib dunyoni ko'rib yuradi. Xohlagan narsasi bilan shug'ullanadi. Sport bilanmi, cho'milishmi, darslarini qilishi, o'qishini yaxshilanishimi, hammasi yaxshi tomonga o'zgaradi. Ya'ni u mana shu blizarukasni o'sishini to'xtatadi. Ya'ni bu linzalar davolaydi. Hozirgi kunda butun dunyoda mana shu yagona davolashni haqiqiy ilmiy asoslangan usuli tungi linzalar deb tasdiqlandi azizlar. Mana savol kelgan, mana ikkita ko'zim ikki xil ko'radi, -4 va -5 deb. Tungi linzalar aynan tekshiruvdan keyin har bir ko'zni o'zgarish holatiga qarab yasaladi. Shuning uchun bemalol tungi linzalarga tekshirib va tekshiruvdan keyin buni yasatib, agar tungi linzalardan foydalansangiz, alohida ikkala ko'zni ko'rishiga ham yordam beradi, bir-biriga xalaqit bermaydi. Mana bizga agar tug'ma miopiya bo'lsa-chi, shunda ham tungi linzalarga yordam beradimi degan savol kelgan. Farqi yo'q. Agarda ko'zini holati shu narsaga imkoniyat bersa, ya'ni -10 dan yuqori bo'lmasa, hamma yig'ini blizarukasni, ya'ni summarni bemalol biz bu linzani qo'yishimiz mumkin. Agar buni boshqa qanaqadir ko'z tomonidan qarshiliklar bo'lmasa, ya'ni ko'z tubidagi agar ko'p katta o'zgarishlar bo'lmasa, demak bu linzani bemalol qo'ysak bo'ladi. Mana ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, aynan tungi linzalarni qayerdan olsak bo'ladi degan savol. Azizlar, bu tungi linzalarni hech qaysi optika magazinlarida sotilmaydi. Sababi bu linzalar individual, har bir bolani ko'zini holatini tekshirib, undagi bo'lgan o'zgarishlarni hammasini kompyuter orqali mana shu apparatlarga yuborib, individual apparat aynan shu bola uchun tayyorlab beradi. Va hozirgi kunda O'zbekistonda biz birinchi bo'lib mana shunday ishlab chiqarishni Yevropa dizayni bilan, Yevropa mutaxassislari bilan birgalikda hozir qildik, ochdik mana shuni va biz hozir ishlab chiqaryapmiz. Bemalol DMC klinikasiga kelib, tekshiruvlardan o'tib, aynan tekshiruvlar uchun esa biz 50% yana chegirma e'lon qilganmiz bolalar uchun va bemalol bu linzalarni to'liq, aniq, yaxshi yasatib ketishingiz mumkin.